$99.000. Arkamdagi o'yin narxi $99.000 bo'ladi. Sputnikdan gapiramiz. Aniqroq aytganda, Holoset markasidan kelganmiz. Bugun sizlarga obzor qilib ko'radigan o'yinimiz 2 qavatli to'liq remontdan chiqqan ayrim jihozlari bilan sotiladi. Uyimizni uy maydoni 314 metr kvadrat tashkil qiladi. O'yin ichiga kirib o'yinni obzor qilib beringcha, siz like bosing, bizga obuna bo'ling. YouTube'ga obuna bo'lish yoddan chiqmasin. Besplatniy. Uyga kirganingizdan katta hol, o'zbekcha aytganda dalon. Dalonning yerida kichkina eshik bor, eshik yonida katovxona. Uyimiz ikki qavatli bo'lgan, birinchi etaj uchun alohida, ikkinchi etaj uchun alohida. Kamin joylari ham tayyor. Bu yoqda bo'lsa zali. Zalni tigi to'liq podval, odam bo'yida yeydigan. Zalni kirib ko'ramiz. Bu xonani xohlasangiz spalni, xohlasangiz zal qilishingiz mumkin. Birinchi etajda bir dalon, ishiniy zaldan ikkisi, kuxni, vanna katta-katta qilib joylashtirilgan. Hozir ikkinchi zalni ko'ramiz. Koridordan kelishingizda chap tarafda yana bir zal. Bu yerda pianino ketadi. Zaldan chiqib doğru banyaya girasiz. Banyani alohida o'zining garderobi bor. Bany to'rda. Bu yoqda oshxona. Yandan ikkinchi soat chiqib ketadigan zinasi. Bu yine eski hidi keladi. Eski hidni ko'rmayman ko'rib. İkinci soat chiqqaningizda ikkinchi etajda 4 dona xona bor. İkisi zal, katta, ikki dona spalni bor. Bu birinchi spalni, kattalar uchun. Bu esa детский spalni. Bu yoqda ikki dona katta zal. Zal действительно katta. Biri planirovkasida bir korpusli kvartirasini tushirsa bo'ladi. Bu yoqda yana bir katta zal. Uyimiz Ponni Malyargadan chiqqan, avo yopishtirilgan yeri. Bog'imizda orqa tarafından topchanlar bor. Tayyor. Uy egasining nomerini qoldiramiz, telefon urib, kelishib, savdolashib bemalol kelishsangizlar bo'ladi.